uyga kirmayapti ekanlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi kelib qoldingizmi? Charchamadingizmi? Rahmat. Oling. Rahmat. Tinchlikmi? Ishdan kelib mashinada o'tirib uyga kirgan bo'lib qolibsiz? Tinchlik. Nima muammoingiz bor? Gapiring. Hech qanaqa muammo yo'q. Oling buni. Nima bu? Bu menga mahrga bergan uyingiz. Nima qilaman buni? O'sha kuni bilmagan holda eshitib qoldim. Jon aka, bermayman demayapman, beraman. Ozgina surib bering. Elitstroy yangi do'konini ochaman dedim. Shu bilan u ham xalta bo'ldi. Anonisi chayib ketdi. Shu bilan dabdala bo'ldi. 30 mingni men sizga bir haftada qilib bera olmayman. Ozgina vaqt bering, aka. Tushunyapman, aka. Bo'ldi, xo'p. Harakat qilaman, aka. Shu uyni sotingda hamma muammolaringizdan qutuling. Siz bunaqa xafa bo'lib yursangiz meni halovatim bo'lmaydi. Buni men sizga mahrga sovg'a qilganman. Ololmayman. Xijolat bo'lmang, oling. Onam aytardilar. Qaysiki ayol eri qiynalgan payt o'z mahrini erga sovg'a qilsa, u dunyoga bu dunyo baraka topadi dedilar. Shu sabab rahmatdan chegarasi yor Rabbim hamma gunohimni kechirib, meni jannatga kiritsa.